50 taga. Siz nima ko'ryapsiz? Kirib ishdi. Kim bugun onasini ko'proq yaxshi ko'rar ekan? Qani ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, nima bo'lyapmiz? Bitta savolimiz bor, shartimiz bor. Onajoningizga qachon oxirgi marta gul bergansiz? Hozir o'sha imkoniyatingiz bor. Bizning shartimizni bajarsangiz, mana shu gulni ilk onajoningizga sovg'a qilishingiz mumkin. Bo'ladimi? Mana hozir men sizga anjumani qanaqa qilishni ko'rsataman. Olmishta anjumani qilishsiz kerak. Olmishta anjumani qilsangiz, mana shu gulni sizga beramiz. Onajoningizga sovg'a qilamiz. Bu to'g'ri qilish shartini qo'l zelkachilligida Ona bir holatda, kalla ko'tarilgan holatda pastga to'g'ri chiqasiz, pastga tepaga to'g'ri chiqasiz. Bir, ikki, faqat sonamiz, sifatli bo'lgan. Biz soniga ham sifatga ham e'tibor beramiz. Agar 10 ta anjumani qilib bersangiz, mana shu gulda sizni onajoningizga sovg'a qilishingiz mumkin. Bo'ldi, men deyapman. 60 ta qiyin bo'ladi bu yerda. Harakat qilib ko'ringchi. Bir, ikki, teparoqqa. Uch. Xato qilyapsiz aka. Sanalab. Faqat tepaga chiqmayapti-da. To'g'ri, boyaga cho'pirganlar qilib beringchi. Agar 10 ta bo'lsa, olasiz. 1, 2, 3, 4. Xato qilyapsiz aka. Yo'q, qo'shmadim. Bo'ladi, bas. To'g'ri chiqing. To'g'ri. Soniga sifatiga ham e'tibor bering-da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teparoqqa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tepaga bo'lmayapti aka. Bunday qancha qoldimi? Aka, keyingi safar 60 taga harakat qilasiz aka. Bizga ishlab qo'yasiz. Siz harakat qilib ko'rasizmi? 50 ta aka. 50 taga. Siz nima ko'ryapsiz? Kirib ishdi. Qo'l tajana 40 ta bilan. Bitta 40 ta ko'raman. Keyingi safar biz sizni oldingizga kelib qolsak, 50 ta anjana qilishga harakat qiling, yo'qmi? Mayli aka, rahmat katta. Rahmat aka sizga. Rahmat aka.